Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun haftaning shanba kuni. Xudo xolisa bugun ham bozorlar bo'ladi. Istaganka bo'ladi, to'lig'i mahalla taraflar bo'lmaydi. Bozor keladiganlar bo'lsa, kelsanglar bo'laveradi. Ertaga vaqti borlar, ertaga kelganlarni maslahat beraman, chunki yakshanba kuni to'liq chiqadi. Stenka bozori ham bo'ladi to'liq. Narxlar har doimgidek bomba narxlarda. Birinchi qo'l optim va ikki bozor. Bozorlardan savdo qildim bolamga deb. Bozorlardan savdo qildim bolamga deb. Shirinligu novat oldim bolamga deb. Go'zal gullar sarpa oldim yorimga deb. Go'zal gullar sarpa oldim yorimga deb. Men bag'ri tosh nima oldim onamga deb. Farzand bo'lib nima oldim onamga deb. Xoksorim mehribonim onamga deb. Yolg'izgina g'amgizor onamga deb.